Qaynaqini tandirdan chiqdi. Juda ko'pchilik sifatli g'ishtni oqtaradi. Eng asosiysi narxi ham arzon bo'lsa, ham sifatli, ham sho'ri kam bo'lsin deganlarga zavodga kelganmiz. Narxlari juda ham arzon holatda chiqadi. Birinchi o'rinda ovozini eshitinglar, pishgan holatda bo'ladi. Endi sizlarga narxlari va undan tashqari rasmiylar sifatlarini Akmal akamdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Akmal aka, charchamayapsiz? Xo'p, aka necha mingta chiqadi zavoddan bir kunda? Bir kunda 50 ming, 60 ming pishig'i chiqadi. 60 ming bir kunda ishlab chiqarilaveradi aka. Xo'p, rasmiylar necha bo'ladi endi? 12, 6, 24 bo'ladi. 24 bo'lar ekanda. Xudo xolasa pishgani juda ham chiroyli pishibdi aka, mana ichlarigacha. Xo'p, mana hozir o'rtasidan ham bo'lib ko'ramiz. Xo'p, bo'linmayapti-ku ishimizdan. Temirga urasdan qattiqgina. G'ishtning sifati uchun bo'linmayapti akalar, qaranglar. Eng asosiysi narxlarni necha pul qilib beramiz aka? Narxlarni zavodda o'zi 730 so'm qilib berilyapti. Texnikalari bo'lsa yuklab beramiz ichida. Xo'p, agar vodiy bo'ylab olib beradigan bo'lsa, siz necha puldan olasiz? Masofaga qarab kelishiladi. Joydan kelib chiqadi. Lekin o'sha vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi. Oltara deyshadimi, Quvadanmi, Marg'ilonmi, Andijonmi, qayerdan? Joyning qizig'i yo'q, kelishib olib boriladi. Kelishsa bo'ldi. Xom g'ishtlarimiz necha puldan chiqadi? Xom g'ishtlar 350 so'm joyida. Xom g'ishtlarga o'chirit bormi yo'qmi? Xom g'ishtlarimizga ham o'chirit yo'q. Bemalol, ana ko'ryapsiz, serobchilik. Xom g'isht bitta muammosi, uzoq joyga olib bora olmaymiz. Shu yaqin atrof qishloqlarga Oltara, Bog'dodga, Yangiqo'rg'on, Marg'ilon zonagacha olib boryapmiz. Marg'ilonga ham olib beriladi. Necha pul chiqadi xom g'ishtlar aka? Joyida 350 so'm chiqyapti. 350. Masofaga qarab kelishaveradi. Ular ham kelishganlar, olib beriladi. Bo'laveradi hammasi. Hozir mana qatga yuklayapmiz aka. Bu xudo xolasa Quvaga ketyapti. Quvaga. Xo'p, texnikalarimizga necha mingtadan sig'adi endi? Bunga 5 mingta, bunisi ham 5 mingtalik. Orqa tomon nariga xumdonni olayotgan mashinamiz 10 mingtalik. Demak, 5 mingta, 10 mingta ketaveradi. Keta 3 mingtaliklar ham muammo yo'q, hammasida texnikalarimiz bor. Ha, demak 3 mingta, 4 mingta deganlarga ham qilib berilaveradi. Bo'laveradi, muammo 3 yo'q. mingtaliklar qimmat tushib ketmaydi. Endi 5 so'm razницasi bor. Ha, jicha ozma. Misol bu aytaylik Farg'onaga 950 so'm borayotgan bo'lsa, 3 mingtalik 980 so'm boradi. 10 mingtaligimiz 900 so'm boradi. Demak, joydan kelib chiqib qilib berilaveradi. Shunaqangi. 3 mingta, 4 mingta, 5 mingta, 10 mingtadan yuklab berilaveradi. Zo'r, ishlarning sifatini ko'ryapsizlar. Aka, sho'ri necha foiz chiqyapti? Sho'ri hozircha chiqmayapti. Hozircha chiqmayapti. Lekin kafolat bera olmaymiz. Chiqishi mumkin 20-30%. Ehtimoli bor. Bor. Misol 10%. Chunki vodiyda, turpoqlarda sho'ri bor, iloji yo'q. Yolg'on gapirish hojat yo'q. Yo'q, befoyda yolg'on gapirish. Eng asosiysi g'ish yoqqani qaranglar, juda ham sifatli ekan. Chekka qirg'oqlari ham, hamma tomonlama juda ham chiroyli ishlab chiqarilyapti aka. Xudo xolasa yaxshi. Xo'p, endi aka ko'pchilik aytadi, mahallam asfal bo'lgan, kunduz issiq aka. Nechida olib kelib berishadi, sahar olib kelib berishadimi, kech paytmi deyishyapti. Vaziyatdan kelib chiqib, sharoitga qarab ishlanaveradi. Demak, o'zim ham qurilish qildim. Ko'proq kech payt yo sahar olib kelinglar dedim, chunki mahallaga asfalt ezilib qolmasin degan maqsadda. Endi qaysi tomon qulay bo'lsa, klient ko'niga qaraladi. Berilaveradi. Hozir bu mashinamiz qayerga ketadi endi? Bu Marg'ilonga ketadi. Quvaga ketyapti. Quvaga ketyapti. Endi aka, ob'yomga so'raganlarga 60 mingta, 70 mingtalarga qilib berilaveradi. Cheklanmagan miqdorda. Xo'p, endi sizdan hozir to'lovni qilib qo'yib, bir oydan keyin olsa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Siz bo'laveradi. Klientga qanaqasi qulay bo'lsa, narx, перечисление, reys oldindan berish muammo yo'q. Hamma tomonga kelishiladi. Musofirdan turib ham bemalol to'lov qilsa, chiqarib berilaveradi aka. Zavodimiz kattaligini ko'rishyapti. Pishiq g'ishtga ham o'chirit bormi yo'qmi? O'chirit bor. Hozir o'chirit bor. 1-2 kun atrofida, uzoq 3 kun. 3 kun atrofida zakaz qilsa qilib berilaveradi. Mana g'ishimiz yana bitta mustahkamligini ko'ramiz, qaranglar. Tepadan otvor, tepadan. Qo'yil. Haqiqatdan sifatli, chunki tuproqqa tushmayapti shunga. Kommentariyada fikringizni qoldirasiz, shunaqa pishiq g'isht kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasiz.